shahar va madaniyatlarni bir-biriga bog'ladi. Har ipak ko'zasi sabr, ijod va mehnat ramzi. Har shahar va madaniyat insoniy mo'jiza guvohi. Mato va to'qimalar karvonlarning orqasidan karvonsaroylarga yetib bordi. Havo orqali taralayotgan siraborlar hidi mehmonlarni o'ziga chorlaydi. Har qadamda turli tillarning melodiyasi va savdo ovozlari bir-biriga aralashadi. Bu betakror bozorlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarning uchrashuv maskani. Madaniyatlar, e'tiqodlar va dostonlarning chorrahasidagi yurak urishi. Savdo yo'llari madaniyatlarning izlari bilan bezatilgan. Mehmondo'stlik, bo'lishish va cheksiz sayohatlarning ramzi hisoblanadi. Ufqda yangi sarguzashtlar kutmoqda. Tuya karvonlari saf tortadi. Qum bo'ronlarining narigi tomoniga cho'zilgan sarguzasht davom etadi. Eshiklar o'rtada, tosh devorlar ustida Thank you.